Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, mana Tutagotaga keldik, bitta mo'jizani guvohi bo'ldik. Qarangizlar. Mana tepalik. Tepalik yuqoriga chiqib ketgan. Mana bu suv bo'ladi, suv. Suvni oldiga boramiz. Sizga ko'rsataman hozir. Suv yuqoriga oqyapti, o'rtoqlar. Ishonasizlarmi? O'sha narsani guvohi bo'ldim men Tutagotada. Tutagota bulog'ining suvi, mana shu Tutagota bulog'ining suvi. O'zingiz e'tibor beringiz, do'stlar. Qarang, bu yog'i tepalik. Mana qarang. Shunday tepalik bo'lib ketgan. U yog'i tepalik. Bu yog'i pastlik. Qarang, suv bu yoqqa oqyapti. Bu yoqqa yuqoriga oqyapti. Mana shu yerdan ko'rsataman hozir sizlarga. Suv qayerdan oqayotganini. Bitta gul taylaymiz mana. O'rtoqlar qarang. Gulni tayladim. Suv yuqoriga ketyapti. Shunday ketadi, u nariyoqqa borib balandlikka chiqib ketadi. Mana hozir bana gulimiz og'ib boryapti mana. Mana gul og'ib ketyapti. Endi bu yog'ini ko'rsatamiz. Bu yog'i pastlik, do'stlar. Eng qiziq narsa bu. Qarang qancha pastlik. O, yog'i bundan ham past. Bunday Tutagotadan chiqib kelayotgan buloq suvi shunday kelib, mana torbadan o'tib, mana yoq pastlik, bu yoq asta yuqorilab ketgan. Yoqqa borib balandlikka chiqib ketgan. Suv mana shunday balandlik bo'ylab oqib ketyapti. Mana shu ariq bo'ylab balandlikka oqib chiqib ketyapti. Mana shu mo'jizani ko'rdim shu yerda. Allohning bu ham bir mo'jizasi. Tutagotaga ziyoratga kelganlaringizda yo'lni bu tarafiga o'tib turib shunday qarasalaringiz o'zi ko'rinadi. Bu yoq pastlik emas. Suv juda tez, normal o'zini xodida oqyapti. Shunday boraversangiz, yoq o'sha balandlik bo'lib ketaveradi. Ancha yursangiz, undan ham balandga chiqib ketgan. Shunday gaplar. Mana bacha charchamay ekan mana bola. Ha. Mana hujurayot. Bora qayerga juramiz? Bo'ldi, oyoq og'rib qoldi. Ha? Oyoq og'rib qoldi. Anko mana hujurlar. Desing albirasha. Anko. Mana anko. O'ta mo'jizalarga boy. O'ta chiroyli. Suvli maskan ekan. Yo'llarini ham hali syomka qilishga harakat qilaman, ammo kelish sal problemaroq ekan. Yo'li sal buzuq ekanda. Lekin o'ta chiroyli maskan ekan. Alloh taoloning harakati ila, inzi ila bo'layotgan narsa bu.